I think that. I am of the opinion that. I am convinced that. Shut the fuck up. It's all bullshit. To'g'ri eshitdingiz, bu bullshit. Bu bo'q maslahat. Chunki IELTSda sizga 5, 6, 7, 8 yoki 9 beradigan so'zlar yo'q. Siz I think bilan va I am of the opinion that bilan va I am convinced that bilan bemalol 7, 8, 9 olishingiz mumkin. Lekin o'zizcha difficult so'zdan foydalanib, easydan emas, men keyinchalik 7, 8, 9 olaman deb o'ylasangiz, bu mutlaqo xato fikr. Aslida IELTSda qadrlanadigan narsa bu xilma-xil, lekin bitta ideyani, bitta sentence'ni turli xil yo'l bilan yetkazib bera bilsangiz, bu yaxshi. Lekin A1, A2, B1, B2, 7, 8, 9, 10 ballik so'zlar yoki phrasal verbslar umuman mavjud emas. Misol uchun bitta javobda siz I believe deyishingiz mumkin. Ikkinchi savolda esa siz I am of the opinion that deyishingiz mumkin. Uchinchi savolga esa I am convinced deb javob bering. Agar siz shunaqa bullshit va bir tenga qimmat bo'lgan maslahatlarni charchagan bo'lsangiz, menga podpiska tashlang, chunki men akkauntimda eng reliable, eng ishonarli maslahatlarni share qilaman va sizga haqiqatan 7, 8, 9 olib beradigan maslahat bera olaman.